Bu video O'zbekistondagi bir tiyinga qimmat bachkana baynerlarga bag'ishlanadi. Hozirgi kunda pul ishlashni, mashhur bo'lishni eng oson yo'li bachkana bo'lib, og'izdan bo'lar bo'lmas gaplarni chiqarib, nima desa deyish. Aslida ularda ayb emas, ular edi o'zi. Xalq ularga ergashayotganda hamma. Yoshlar ularni prosmotrini ko'rib o'shalarga ergashayapti. Men sizlarga bitta gapni aytaman. Erkak kishi o'ziga yarashadigan ishdan pul topish kerak. O'zi qilib biladiganidan emas. Hamma narsa oddiy emas. Erta mabodo shu baynerlarning o'g'li chinakam erkakdek katta bo'lsa va so'rasa, "Ota shu yo'l bilan meni boqqanmisan?" desa va shu videolarni ko'rsatsa, degan ekaning desa, nima degan odam bo'ladi? Shu narsa to'g'ri deb o'ylaysizlarmi? Hamma million yomon deydi, hech kim ko'rmang demaydi. Men sizlarga aytaman, ko'rmanglar, mussur kontent. Ularni bu gaplar g'ururiga tegishi mumkin, lekin o sahnaga chiqib qizlarning kiyimini kiyib, yubkasini kiyib, qiliqlarini qilish g'ururiga tegmaydi. Bu gaplarim lekin g'ururiga tegishi mumkin. Xalq sizlardan nimadir manfaat olish kerak. Hamma narsaga fahshni aralashtirib, 18+ narsalarni gapirish kerak emas. Og'izdan nima chiqyapti? Hamshaharim bo'lsa ham shu xollig'i ham boshqasi ham normalniy o'zini visit qilmaydi. Bu narsa nimaga olib keladi? Yoshlar sizlarga istaydimi, istamaydimi ergashadi. Buni ortidan parazitlar ko'payib ketadi. Darslar charchab kelasizlar, juda ham yaxshi insonlar bor. O'zini qiynamasdan yengil kontent ko'ray deydi, lekin bularni ko'rish bu yengil kontent emas, bu ahmoqgarchilik. Bularni ko'rmaslik kerak, interesni qilib yuborish kerak. Ishoninglar, yaxshi kontent chiqarsangizlar, o'sha prosmotrlarni yaxshi olib bo'ladi, lekin miyani ishlatishlaringiz kerak. Miyani ishlatmay pul topish hammaga ham yoqadi, lekin buni javobi bor, badali bor. Men sizlarga yuragim achinganidan gapiryapman. Ular o'zgarmasa o'zgarmas. Sizlar o'zgaringlar, yoshlar ularga e'tibor bermanglar. Yaxshi narsalarni, yaxshi kontentlarni ko'ringlar. O'sha bir tiyinga qimmat bachkana bisalkoviy Vaynerlarni kommentarda yozib belgilab qo'yinglar, ko'rsin, bilsin. O'zlaringizni o'zgartiringlar. Ertaga sharmanda bo'ladigan ishlarni qilmanglar. Bugun 4 so'm pul topaman deb erkaklik sharmlaringizni yo'qotmanglar.